Siz bir tal bilofin ichib og'riq to'xtatmoqchi bo'lganda bu kichkina dorining sizni qanday davolaydiganligini bilamsiz. Sinchoq saloni bugun sizga bu sirni yechib beradi. Siz yutib olgan bu dora bosh og'rish, dumba og'rish, bo'g'im og'rishni unumli davolaydi. Undaqda u qanday qilib birinchi bo'lib jang maydoniga yetib boradi. U oldi bilan qon aylanishdan iborat bu mashinaga o'tirib, moddalarni neytrallashtirishga, shundaqla sirtdan kelgan moddalarni chiqarib etadigan alohida molekulalarni bayqashdan ilgari badanni aylantirish orqali jang maydoniga berib, uning xizmatini o'rindashga yordam beradi. Bu jarayon odatda hazm qilish sistemasida yuz beradi. Bosh og'riganda bir tal bilofin yeb bir necha minutdan keyin oshqozondagi kislotalik suyuqlik to'rini eritadi. Erigandan keyin bilofin inchik uchayga kiradi. Ondan uchay devor orqali qon tomir to'riga kiradi. Ondan bu qon tomirlari vena qo'shilib, vena qon va qon tarkibidagi moddalarni jigarga yetkazib, ular jigar qon tomirlarida o'tganda enzimlar bilan bilofinning molekulalari reaksiyalashadi. Neytrallashtirish roli orqali molekula qurilmasiga buzg'unchilik qiladi. Metabolizm mahsuloti paydo qilgandan keyin bu dori og'riq to'xtatish iqtidorini yo'qotadi. Lekin shu bosqichda mutlaq ko'p sondagi molekulalar o'zini qo'g'dab, o'zini zaxmiylikdan saqlab qolgan ahvolda jigar orqali venadan o'tib, odam badanining aylanish sistemasiga qatnashadi. Odatdagi qilib aytganda bilofin yeb yarim soatdan keyin uning ko'p qismi qon aylanishga qatnashadi. Qonning eqishiga ergishib, u odam badanining har qaysi a'zolariga eqib boradi. Shu jarayonda har bir og'riq signaliga uchraganda to'xtab ximiyalik reaksiya paydo qiladigan alohida o'tik molekulalar bilan birikma hosil qiladi. Bu birikmalar badanning og'riq signalini tarqatishga yordam berib, texnik ko'p dorilarni bu yerga yig'ib og'riqni yenikiladi. Odatda dorilarning to'planishi 1-2 soat ichida eng yuqori chekka yetadi. Bu yuqori palla mezgildan keyin odam badani yuqori unumli bilofini yo'qotadi. O'rta hisob bilan 2 soatda qondagi dori tarkibining yarmi kemaydi. Yana birozdan keyin bilofinning molekulasi o'tik molekulasini ayrilib chiqib, qon aylanish orqali ularni to'shiydi. U yana bir qatim jigardan o'tganda dori tarkibining qolgan qismi metabolizm mahsulotlarga aylanadi. Ammo bu metabolizm mahsulotlari börekdan o'tganda surilib, eng oxirida sudikka aylanib, badanimizning sirtqa chiqarib etiladi. Jigardan odam badanigacha, endi yana börekcha har qatim mushunda qon aylanish elib berishga taxminan 1 minut vaqt ketadi. Har qatimli qon aylanishga texnik ko'p dorilar neytrallanib suziladi. Mayli siz qanday dori ichishingizdan qat'iy nazar bu asosiy qadam bosqichlar yuz beradi. Faqat aylanish surati va badan kirgan dori miqdori odam qarab o'xshash bo'lmaydi. Shunga dori miqdorini to'g'ri qabul qilish intayin muhim. Agar dori miqdori bek to'g'ri bo'lib qolsa, dorining roli yaxshi bo'lmaydi. Agar dori miqdori bek yuqori bo'lib ketsa, dorining metabolizmi zaharli xususiyatni paydo qilishi mumkin. Chuqum doktorning ko'rsatmasi bo'yicha yeyish kerak. Turmushda bolalarning dori ishlatish miqdorini kontrol qilish eng qiyin. Ular dori bartaraf qilish jarayonida badanning o'zgarishi nihoyatda tez bo'ladi. Chunki bu voqea bolalik mazgilda jigardagi fermentning miqdorining o'zgarishi nihoyatda cho'ng bo'ladi. Ammo badanning o'zgarishi faqat buning ichidagi bir omildan iborat. Bundan boshqa erisiyat, yemak-ichmak kasallik, hatto homildorlik mazgildami badanning dori bartaraf qilish unimiga ta'sir yetkazadi. Tushuntirish varaqchisi faqat avrishkisining o'rtacha qimmatini qo'llangan bo'lib, bog'liq ahvollarni o'z ichiga olmaydi. Har xil aniqsiz omillarning hammasi dori ichishga yoshirin xavf olib keladi. Balkim kunlarning birida odatdagi DNA siniq elib berib, jigar iqtidorining unumi va badanning boshqa omillarga asosan dorining to'g'ri miqdorini hisoblab chiqqili bo'lishi mumkin. Lekin bu amalga eshitdim burun biz dori ichganda yana tushuntirishni astoydil o'qishimiz. Dori ishlatgan mazgilda chuqum doktorning ko'rsatmasiga amal qilib, tasodifilikning oldini olishimiz kerak. Dori gerçek kichik narsa bo'lsa-mu, lekin hargiz beparvolik qilmasligimiz lozim. Mazkur mazmun tordashlarning foydalanib qolishi uchun yo'llandi. Mazmunning qimmati bor deb qarasangiz, yulduz belgisi yoritib qo'yishni unutmang.